Assalomu alaykum, qadrli futbol shinavandalari. Yana sizlar bilan Futbol Time orqali diydorlashib turibmiz. Bugungi mehmonimiz mana nihoyat sizlarni deyarli har ikkita o'quvchidan bittasi, har ikkita muxlisdan bittasi talab qilayotgandek, so'rayotganidek, mana nihoyat Andijon futbolining afsonasi, to'purarli mahoratini uzoq yillar davomida namoyish etib kelgan Baxtiyor Hamidullayev bilan suhbatlashish borasidagi iltimosimizga bu safar yo'q demadi. Baxtiyorjon, mana ulug' ayyom kunlarida o'tkazdik, mana hayitlarda o'tkazdik. Shu kunda mana taklifimizga rozilik berdingiz. Endi buning uchun rahmat. Sizni mana hozirgi holatingizni ko'rib, bu mavzuda juda ko'pchilik gapiradi. Sizlarning davringlardagi hujumchilar haqida gapirganda, ana shu davrdagi hujumchilar hozir o'ynasa ham bu bugungilardan kam o'ynashmaydi. Chunki endi e'tibor bering, to'p urmasa u qanaqa hujumchi? Keling shundan boshlaylik mavzuni. Mana bugun nima bilan mana shug'ullanib turibsiz ekanki, ancha sport bo'lmasdasiz hali ham. Avvalambor assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Hayit bilan hammani va bizni ko'rib turgan tomoshabinlar tabriklagan holda savolingizga javob ko'rsak, hujumchilar to'g'risida gap ketganda va umuman olganda futbolchilar haqida gap ketganda aka, bizni davrlarda bir yilda bir dona futbolchi chiqar edi. Bir dona har bir yoshdan. Andijonda masalan shu o'zimizning internatimiz mashhur, O'zbekistonda 3 ta bo'lsa, bittasi Samarqand, bittasi Toshkent, bittasi Andijon bo'lsa, shu bizni Andijon internatida bir yilda bitta bola o'ynab ketsa o'ynab ketar ediki, bo'lmasa qiyin edi. Hali shu hammaligi mahoratli bolalardan chiqqan bolalar işte. Hozirgi kunda futbol maktablari o'ta ko'p. U yerda bir yilda bitta emas, bir nechta mingtadan bola chiqsa ham, lekin o'sha darajada bir tortib ketadigan bolalarni chiqishi muammo bo'lib qolyapti. Sharoitlar ham yaxshi hozir. Sharoit endi gapirmasangiz bo'lmaydi. Sharoit, biz o'sha paytda ham aytganman, biz asfaltda to'p tepib, mana shu o'zimizni ajriq maydonga kelganda men o'zim hayron qolganman. To'pdan o'tib ketardim-da. Biz asfaltda to'p tepsangiz ketadi, yugurasiz. O'ynayapman, to'pdan o'tib ketaveraman, ajriqda to'p qolib ketar ekan. Shunaqa bo'lib katta bo'lgan. Bizda sharoit bo'lmagan u paytlar. Hatto birinchi butsamizni shu birinchi ligaga o'ynaydigan paytga yaqin kiyganmiz-da. U ham tishi yo'q, hali hakki natraveda o'ynaydigan akalarimiz tishlarini kesib, u payt Drujbada gilam, hozir ham gilam-ku, tishini kesib yuborgan bo'lsa, o'shalarda hali oshiqchasini bering aka deb olib turib o'ynab, hali maydonda yiqilib, keyin murabbiylardan gap eshitib, murabbiy keyin oxiri qarasa, bularning shipi yo'q. Shunaqa holatlar ham bo'lganda. Sharoitlar zo'r hozirgi kunda, lekin bilmadim nimagadir futbolchi borasida, chiqish borasida kamchilik. Endi futbolchi chiqyapti-yu, yaxshi galyador hujumchi chiqmayapti-da. Mana keling eslaylik, sizlarning davringda hammasi Neftchida Rustam Do'rmonovni olamizmi, Umid Soqovni olamizmi, Zafar Xolmurodovni Nasafdan, Mirxoldir Jarnobov, hammalar Irismetov 20 ta gol urmasa u hujumchi hisoblanmasdi-da. Hozir hujumchilarni bitta hamtasi 20 taga ham bormaydi. Hozirgi ketayotganda qarang, mana Dragan Cheran, yarim himoyachi, nima Murod Xolmuhammedov himoyachi, qaysi bir hujumchi, hatto terma jamoa murabbiylari kim olishni bilmay dog'da qolishyapti-yu. Shu aka, bizlar o'sha aytmoqchi, bu paytlarda haqiqatda bir o'yinchilarni alohida o'zlarini muxlisi bo'lar edi, shu o'yinini ko'ramiz deb futbol kuni sayl bo'lar edi, bayram bo'lar edi. O'sha kunlarda haqiqatda bayram, lekin hozirgi futbolga umuman odamlarni bilmadim nima sabab, shu jozibasi. Mana shu bayramona ruh ham yetishmayapti futbolga. Yetishmayapti. Ham tribunalarda ochilish marosimida har qaysi komanda kelsa, to'lib toshib ketgan o'yinga hozirgi paytga kelib ochilish marosimi bo'ladimi, u Paxtakor keladimi, uzog'i bir 3 ta yo 4 ta tribuna to'laydi. Bu saviyasini menimcha sal pastga ketdimi, o'yinchilar ham pasayib ketdimi, shuni deb o'ylayman. Lekin hujumchi vositasida men bu narsa deyishga hayronman. Uzoq tarixga murojaat qilaylik. Birinchi liga futbolchisini Oliy liga murabbiyi qanday ko'rib oldi va birinchi o'yindagilar asosiy u tarkibda tushirib, ham yana gol urib, u
favqulodda holat bo'lib butun O'zbekiston gapirib yuborgan edi. Endi unaqa u masalaga kelsak, u paytda esingizda bo'lsa, Shevani hozirgacha hamma aytadi, u psixologda, lekin Sergey Shevchenko o'sha yilda boshida Borisov esingizda bo'lsa murabbiy bo'lgan. Biz Sharxon jamoasi bilan o'sha internatimiz bir dual medosмотр o'tadigan yer bo'lardi. Qish kunida shu yili shu Shevadan oldingi shu murabbiy Muxtor aka Mirzayev bilan keldi, o'sha yerda medosмотр o'tgani borganimizda. Kelib turib Muxtor akaga qaysi bir o'zi dedi. Borisov. Deganda o'sha haqiqatda futbolchi jan unaqa yoqmasa ekan ashariga. Deb 5-6 tasi tursa qaysi bir o'zi mana chaqirib senlar nima deyapsan deganday qiladi. Keyin chaqiribda mana shu dedi menga shu senmisan mana shunaqa kelajagi bor deyishayotgan. O'ynaysanmi Andijonda endi xohlaysanmi ko'rikka degandim, mana shu yerda o'zida yo'q dedi. Men hali dedim birinchi ligada o'zimni zakrepitsa qilib olishni hozir o'zimni ko'rsatyapman, lekin shu ozgina o'zimni qat bo'lay, hali men yoshman. Oliy liga uchun, asosiy tarkibda o'ynash uchun bu yerda zaxirada qolib ketishim aniq edi. Keyin shu yarim yil ichi aytmoqchi gollarni urib qo'ydimda. Shevchenko nigohiga tushdimi bilmayman, yo yana o'sha Muxtor akam tavsiya qilganmi bilmayman, keldi, bir safar keldi, to'xtadi, taklif qildi. Sharxonga kelib o'yindan keyin. Keyin bordi Paxtavodda yutdik, bu yerda ham urdim shekilli. Bu yerda taklif qildi. Keyin uchinchisida bu yoqqa keldi, ikki tomondan bekitishib razdivalkani, bir tomondan Nabijon Sattari, bu tomondan Sheva chiqib ketadi degan qilib, ungacha meni chiqarib qochirib yuborardi. Shekilli haqiqatda qochirib yuborardi. Bu yerda dublyorda o'ynaysan, o'ynatishmaydi. Mana bu aytib bitayotgan bu yangi bolalar o'yinchini senga mana shu kontraktingni bor qilib beramiz deb mana shu chiqarib yuborib qochib yuborishadi. Keyin ikki tomondan to'sishdida shu Sheva aytdi, sen dedi borib bir marta ko'ri holatni dedi, agar yoqsa qol, yoqmasa o'zing bilasan, shu bir marta borib holatni ko'r u yerdagi degan taklifda aytdi. Haqiqatda bo'pti dedim, ki bir borib ko'raychi deb. Birinchi kuni zo'rg'a chidab kechqurun sumkani yig'ib ketib borsammikin, ketmasammikin deb o'tirib keyin oxiri yo'q qoldim. Qolib keyin ikkinchi kun, uchinchi kun bo'ldi, shu bilan kirishib ketdik. Shunaqa bo'lib Andijonga taklif bo'lib qolganda borib qolganman. Yangi yer bilan o'yin bilan debut boshlangan edi. Gol urgan gollaringiz hamon esingizdadir endi. Esimda albatta, endi Oltinko'ldagi o'yinlar esdan chiqdi. Oltinko'lda o'ynagan shu paytda Navro'z rekonstruksiya holatda edi. Va birinchi emas, ikkinchi o'yinda. Ikkinchisida. Birinchisida ham yutganmiz. To'g'ri. Butun jamoa shu paytgacha kelib bir 8 tami yo 9 ta gol urgan ekan, biz qo'shildikda. Legionerlar ham qo'shilib, Sedan Gaparov dupla qo'shilib, ikkita o'yinda 11 ta gol urdik. 5-1 Surxon yutildi, 6-3 Yangi yer yutildi. Ikkita o'yinda 11 ta to'p urib, keyin muxlislarda ham ishonchi oshdi jamoaga, shu bilan jamoaning ishlari oldiga ketishni boshladi. Past o'rinlarda edi, tepaga ko'tarildi. Bizni qiziqtirgan holat 2 yil avval birinchi liga Sharxonda o'ynab yurgan futbolchini dovrug'i shu darajada ortib ketdiki, hattoki Donetskning Shaxtyor jamoasi tomonidan qiziqish bildirildi. Sizga endi bu rostmoni taklif, chunki Donetskning Shaxtyor jamoasi Sharqiy Yevropadagi eng taniqli jamoalardan bittasi edi. Eng boy, eng ko'zi ko'ringan, endi Ukrainaning yetakchi klubi. U har kuni taklif ham bo'la olmasdi. Lekin o'zingiz sabab ketmagansiz. Endi men emas, to'g'risi, men bu yerda haqiqatda yosh edim hali. Bo'lib ham Andijonda 2-3 yil ichida bittadan mashina ushlab qo'yishdi. Choy chaqa yaxshi. Undan nolimaydi. Rag'bat zo'r edi. Rag'bat nihoyatda yaxshi edi. Va uni ustiga u paytda Sheva bilan Ilhom aka Ustaxonov kelishdida. Shu Shaxtyor hozir Kiprga ketgan, mana sen Kiprga to'g'ri bilet deyishdi. Zborashida Shaxtyorda u paytda Igor dedi, familiyasini eslolmayman, shu murabbiy aytdi Sheva.
shunga aytib qo'ydim, seni kutib oladi o'zi, bolalar bilan tanishtirib, yaxshi bo'ladi hammasi, Kiprga borib sborda qatnashib kelasan deganda, uydagilar to'g'risari yosh bola deb qo'rqishgan. Bitta o'zi begona davlatga borib qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, shu yerda ham bo'lyapti-yu, yomon emas Andijonda degandek qilib ruxsat berishmagan. Endi u paytdan hozirgi farqi bor ekanda. Demak, hozir qarang, mana 15-16 yoshar bolalar Portugaliyaga ketyapti. Mana Jaloldinov 18 ga to'ldi, Moskvada Lokomotiv bilan shartnoma tuzyapti. Hozir agar hozirgi davrganda ketgan bo'lardi. Hozirgi ketgan. U paytda o'ylaydi, kim eslaysiz shu paytda? Shatskiy menimcha chetda yurganlar shunaqa. O'sha 2-chi yo 3-chi takliflardan bittasi bo'lganda bu. Bo'lmam, Ukraina chempionatida biz o'yinchilar yo'q edi. Yo'q edi. Shunga ham hali cho'chish bo'lgan shekilli, ikkilanish bo'lgan. Shu yosh bola haqida nima qiladi, qayerga boradi, nima bo'ladi uni deb juda maqsadda shu to'xtatishgan bu narsa. Mana Paxtakorga Tashmurod aka Murodov paytida bordingiz. Paxtakorga borish o'sha paytda ham bir obro' hisoblanardi. Andijonda yetakchi futbolchi Paxtakorga bordi, lekin o'zi xohlagandek bo'lmadi-da, tezdan orqaga qaytdi. Paxtakorga ketishdan maqsad nima bo'lgan? Yazgil rahbarlik u ham turkman bola edi-ku. Shu aka telefon qildi, Tashmurod Shamarkovich gaplashmoqchi sen bilan, komandaga taklif qilmoqchi dedi. Bo'pti, bir eshitib ko'raylikchi desam, bir yaxshi gaplarni aytdi. Keyin men o'ylab qaradimki, Andijonda va O'zbekiston chempionatida deyarli hamma jamoalarga gol urib, menga qandaydir ma'noda qiziq bo'lmay qoldi. O'zimni Chempion Ligasida bir sinab ko'rishdi. Niyat qildimda, darajani yuqoriga chiqarishga vaqt yaqt kelganini tushunib yetdingiz. Keyin shunda bordimda, shu holatga guvoh bo'ldimki, hatto qishda mana Dubayga yetib borgan bo'lsam, u yerda nechta o'rtoqlik o'yini o'ynagan bo'lsak va mana shu yili esingizda bo'lsa, Koreya dunyo chempionati Koreya Yaponiyada bo'lgan-ku. 2002-yil. 2002-yili o'shanda Koreya milliy terma jamoasida o'ynagan 4 ta yigit, ular уже yuzlari ham tanish bo'lib ketgan, polufinalga Italiya, Ispaniyani yutib kelgan bolalarda, o'shalarning jamoasi klubi bilan Paxtakor bilan hatto o'rtoqlik o'yini o'ynaganimizda o'shalik dunyo chempionati tiratgan yigitlar jamoasiga 2 ta urdim, 3-2 ga yutyapmiz haliglarda. Va undan tashqari Rossiyani komandalar bilan har o'rtoqlikda to'plar kiritib keldimda, endi men rejamda bo'ldi, aniq asosiy tarkibda muhim o'yinchisi bo'ldim deb hisobladimda unda. So'zsiz deb o'yladim. Sen mahsullik namoyish qildingiz. Ha, debman, juda hamma kuchli jamoa har o'yinda. Keyin shunaqa bo'ldiki, birinchi o'yinda asosiy tarkibda qo'ydi, o'shanda ham gol bilan chiqdim, esingizda bo'lsa. Ikkinchi o'yindan boshlab asosiy tarkibda o'ynamaydigan bo'lib qoldim. Keyingisida ham o'ynamadim. O'z-o'zidan keyin ruhan sinishni boshladim, ochig'i, va qarasam ketadigan holat bo'lib qoldi. Keyin Nasaf bilan o'yinda zaxiradan qo'yib yana qaytarib chiqarganda u og'ir botdi. Keyin Bektemir Sasana iyag'ida 3-1 bu yerda 2-0 yutish kerak edi-ku. O'yin bo'lyapti. O'yin tugadi, 1-0 yutdik. Vlasichev Andrey, o'zimiz O'shdan bo'lgan bola, oshnam. Bugun dedi, o'zaro munosabatlar kuni emas dedi. Jamoa ravnaqi uchun seni o'yinga qo'yish kerak edi. U o'zaro munosabat ikkinchi o'ringa chiqish kerak edi bugun. Bugun ash xatosi bo'ldi murabbiyda dedi va Marat Bikmayev o'sha bola chiqqan zaminaga. O'yindan keyin keldi, aka dedi, bugun dedi, meni o'rnimga siz chiqsiz kerak edi. Aslida degan. Endi shu Bruno yutib tushib ketildi va keyinchalik men o'ylaymanki, Tashmurod Shamarkovichdan hozir men xafa emasman. Nimaga desangiz, Turkiyadagi zbor paytida yo'limdan kelib qoldi-da. Men shunday yo'l bu betiga qochmoqchi bo'lsam, yana yo'limga chiqdi. Chiqib ko'rishdik, unda men Andijonda u paxtaga va keyinchalik Samarqandga ham o'zi to'g'ridan to'g'ri chiqmadi, yana odamlar orqali yana chaqirdi, lekin bormadi. Baribir o'ynatgisi kelgan. U ketayotganimda ham doktorni kirgizib, bu hujumchini paxab yirtildi, buni bilan munosabat yomon, bu bilan yomon, sen o'ynaysan ekan bundan buyog'iga deganda o'sha qaror qabul qilingan.
ketgan. Endi siz chitirnoqizgacha futbolchisizda, haligi maydonga tushsangiz, yine maza qiladiganlardansiz. Bu haligi zaxirada o'tirib pulni olaverib, sizni qoniqtirmaydigan holatda. Endi Baxtiyorjon yana faoliyatingizdagi eng yaxshi yorqin holatlardan bittasi Merdeka Kubogidagi ishtirok, Salkov boshchiligida, Salkov boshchiligidagi ishtirok etishingiz va keyinchalik nimaga endi milliy terma jamoada ham mana shu ishlar davom etib ketmadi. Men har doim mana shunaqa savollarga aytamanki, agar milliy termada Sheva murabbiy bo'lsa, Sheva singarimi, fikrlovchi shunaqa. Sheva bo'lsa, men har o'yinda gol ham urishim mumkin edi va asosiy tarkibda muhim o'rin egallashim mumkin. Endi murabbiy har xil-ku. Murabbiy har xil. O'shaning uchun bilmayman, endi milliyga borar edik. Mana yana misolni keltirib qo'yishim mumkin. Yuriy Vazgenich haligi Vodilda zbor qilgan. Ba'zi ham shu yerda boradi. Ba'zida zborniydan chaqirtirilganmiz Otabek Pirmatov va men Andijondan. Keyin qaysidir musobaqaga borishgan-ku O'zbekiston milliy termasida. O'sha yerda Vodilda qarasam bir hafta davomida umuman menga e'tibor bo'lmadi-da. Hali shu zborda qatnashyapmiz. Keyin Vazgenich dedim, bekor namoz vaqt o'tkazyapman dedim. Men ham mashitlayman dedim. Baribir meni olib ketmaysan. Bu ko'rinib turibdi. Men uyga ketaveray, qiynalib nima qilaman deb uyni sog'indim, bir 10 kundan beri yuguryapman. E'tibor yo'qsam deb o'sha yerda bilasanmi dedi, meni ham dedi tepamda buni ol deydiganlar bor. Shuning uchun to'g'ri tushunasan. Ketaver dedi. Bo'ldi aka. Rahmat deb ketish shunaqa voqealar bo'lganda. Endi Merdekani ham bejiz eslamadingda, unda eng yaxshi o'yinchilardan bittasi bo'lgansiz. To'plar bo'lib. Endi u yerda menga asosiy nima yordam berdi deyman, Merdekada xonadoshim Asror Aliqulov ham sal betob bo'lganda, unga konditsioner yoqmaydigan bo'lib qo'llash paytda. Shu konditsionerni o'chirib qo'yishni menga taklif qildi. Men shunaqa xursand bo'ldim, nimagaki eksperiment qilish kerak dedi. Haligi konditsionerli xonadan chiqib issiq ko'chaga chiqib ketsangiz, o'ta qiyin bo'lar ekan deb o'ylash. Moslashish qiyin. Bo'lib, u yerda namli yuqori. Biz konditsionersiz yashadik ikkovimiz. Va men o'zim har kuni vanna qildim, qaynoq suvda ash paytda. Ana shuni evaziga menimcha hali o'yinga tayyorgarchilik juda bir chiqib uchardik xolosda, to'g'risi ham. O'sha yili haqiqatda bolalar ham uchardi. Finalda o'ynagan Bosniya. Ular 15 minut uchdi xolos. U yog'iga suzishni boshlagan. Biz oxirigacha o'ynadik yashinda. Ularni lekin yutish juda qiyin edi. Haqiqatda faqat 15 minut jinni qilib yuborishardi. Qaysi o'yinni ko'rsangiz 15 minut kuchi bor, hali bunaqasi bo'lib qolmagan, ta'sir natijani qilib turib, keyin faqat adbo'y qilib yutishib oldi-da o'yinlarni. Ularning hammasini o'rganib chiqdik deb shu 15 minutiga dosh berib tursak bo'ldi degan maqsadda 15 minut boshida ushlab turdik. Keyin 1-1 bo'ldi. Keyin oxiri qo'shimcha vaqtga o'tganda ungacha 10 kishi qolishdi ular. Yana bir voqeasi bor bu yerda. Birga bir qochib chiqib ketayotganda himoyachi tizzaga tashuvdi, srazu qizil berdi. Ular 10 kishi qolishdi. O'sha himoyachi chiqib ketyapti, betimga tupurib chiqib ketdi. Shunaqalari ham bo'lgan. Keyin o'yindan keyin oshxonada ko'rishib qoldik, kelib quchoqlashib qo'l berib endi sorry deb. Maydondagi hissiyot deb. O'shaqa bo'lgan voqealar. Endi yana baribir yana bitta savolni ham chetlab o'ta olmaymiz. Farg'onadagi safaringiz ham erta qaraganda, Farg'onaga masalan borgansiz, Neftchidagi jamoat tarkibida to'p surgansiz. Baribir erta qaytildi. Shunaqa, u yerda ham mana Yuriy Vazgenich aytayapman, o'shanda men javob so'radim dedim-chi, oldinga qaytsak aytdiki, Farg'onada dedi, senga bu payt eshik ochiq Neftchida dedi. Agar birov xafa qilsa Andijonda kelaver deganida. Keyin Andijon tushib ketdi. Umuman sharoit qolmadi. Narigi xonada eshiklar ochiq bo'lib turgan maylisda eshitib qoldim. Men to'g'rimda juda yomon gaplar bo'ldi. Shu rahbariyat boshqa tomondan keyin ketmasam bo'lmaydigan bo'lib qoldi. O'shanda keyin Navbahor bordi variant. Nima sizni komandaga kerak emas degan gaplar bo'ldimi yoki nima ma'noda? Shu ma'nodaki, bu bo'lsa jamoa 10-o'rinda olsa, busiz 7-o'rinda oladi degan gaplar bu. Sabah qarib shekilli deb turib dedimda,
Navbahorni varianti bor edi, uni ko'rdik. Neftchini varianti bor edi, keyin qator boshqa klublar varianti bor edi. Endi Neftchi nomdor shu Neftchiga kelishga qaror qildik-da. Keyin yana qarorimiz o'zgarib qoldi. 8 tomonli minus bo'ldi. Yana Navbahorga qaytish. Neftchidan ko'ra Navbahor varianti yaxshiroqqa o'xshab qoldi. O'shandan keyin pasportni so'raganimizda pasportni berishmadi-da, u keyin shu bilan boshlanib ketdi. Nima deydi? Yaxshi munosabat bo'lmaslik. Keyin o'z-o'zidan o'ynashmadi. Keyin yaxshi kelishdik, bo'ldi, yetadi deb bu yerdan ham qaytdik. Olmaliqqa ham klubdan norozi sifatida ketgansiz. Olmaliqqa ketishdan oldin menga jamoa murabbiyi aytayaptiki, senga kim murabbiy shu paytda? Orif Mamat. Hokim ketaversin dedi. Senga mana Rustam aka Mirsodiqov ish qilyapti dedi. Samarqanddan Najmurod Agamurodov dedi. Qaysi birini gaplashib bering, qayerga borasan dedi. Yo'q, men o'zim hal qilaman, qayerga borishni dedim. Rahmat sizlarga dedim. Yig'ishtirdim, ketdim. Agar aslini bilib qarasangiz, hokim bu yerda hech qanaqa bunaqa ketaversin degan gapni gapirmagan. Bu keyinchalik ma'lum bo'ldi. Hokimni o'zi bilan gaplashganimizda yaqinda mana Tengiz Kabiyashvili kelganda gaplashdik. O'sha yerda gap bilan bildimki, hokim umuman u yerda qarshi bo'lgan ekan ketganimga va uni yana bir misolida o'sha qarshi bo'lganda, u Nasafga bormoqchi bo'lganimda ham qarshi bo'lganida bir yili Olmaliqqa ham qo'ng'iroq qilgani ma'lum bo'ldi. Nimaga desa, shu gapdan bilish mumkinki, Shikvirin chempionat boshida aytdi, Olmaliqqa o'sha bo'lgandan keyin Zarafga biz ham dedi, o'zimizga yarasha odammiz dedi. Generallar bizga qo'ng'iroq qilib, u qilish kerak, bu qilish kerak desa, biz ham o'zimizga yarasha tanishimiz bor deb qo'ydida, men tushunsa bo'ladi. Demak, bo'lgan bu yoqqa qo'ng'iroq. Bo'lgan. Olmaysan Baxtiyor. Ana shunaqa bo'lgan. Bu gapdan shuni tushunsa bo'ladi, men shuni tushunganman. Endi 2012-yili ham shu gap bilan siz Averyanov kelgan paytda Averyanov olmoqchi bo'lib, hamma yo'q, endi sizni eshitgan, bilgan, yig'inlarga taklif qilaman deganda, kimlardir Baxtiyor Hamidullayev kelishini hokim xohlamayapti degan. Yurib, gap tarqatadi. Men aka shu o'rnda zerikandirsiz shunaqa gaplarda. Eng yomoni shuni aytmoqchi edimki, aka, shunaqangi bir uyushtirilgan bir yomon illat borda Andijon ayrim yo'q, ko'pidan emas. Mana majinab yaxshi ham qilib qo'ydingiz, bo'lmasa hozir boshimga yana ma'lumotlar ular kamchilik ama. Ana kamchilik. Men sizga bitta ikkita misol keltirib berib, Marat Ishkinayev degan bolani Shahrixonga Gulistondan olib kelishdi. Hali bola 10-raqamda uni haqiqatda mehrini qozondi futbol muxlislarini Shahrixonda oz vaqt ichida. Uni ko'rgan, payqagan Stepanov rahmatli Aleksey Nikolayevich Andijonga taklif qildi u bolani. U bola Andijonga bordida, ozgina vaqt o'tib, na Shahrixonga keldi, na Andijonda qoldi, yo'q bo'lib qoldi. Va bizning murabbiyimiz o'sha Guliston tomonidan edi, Fyodor degan. Anatoliy Fyodor. O'sha odam keyin aytib qoldiki, Andijonda dedi, Marash Ishkinayevni onasiga xat jo'natishibdi Andijondan. Agar bolani olib ketmasang, o'liga ketadi dedi. Degandan keyin u onasi olib ketib, bo'lmasa Shahrixonga ham kelmadi, ammo muxlislar ham kutdi, bo'pti Andijonda bo'lmagan. Endi shu voqea meni o'zim bilan ham bo'lganda. Menga 10 marta internetdan anonim kelyapti soобщение. Andijonga kelsang o'ylasan, qaytib kelma, unaqa bunaqa degan. Keyin endi Naqshi ham Nodir oshna o'zimizni fan klubimga qo'ng'iroq qilib, oshna dedim, mana shunaqa gap bo'lyapti. Men hozir bu bilan endi tegishli organga kirib, mana shuni hal qilib bersin degan maqsadda hozir kirib ketyapman. Desam, to'xtab tur oshna, bog' kelma dedi, men hozir yetib boraman dedi, oldimga keldida. Bunaqalardan xafa bo'lmaysan oshna, biz seni boshqa muxlislar hammamiz hurmat qilamiz, yoqtiramiz, o'zimiz olib kelganmiz. Bunaqalarga yetib bormaganda men senga kechqurun soat 8 gacha shu atrofida o'sha yozgan odamlarni topib olib kelib beraman deb meni ko'ndirdi bormaslikka. Ha, xo'p dedim, kechqurunda Nodir qildida, oshna dedi, topdim dedi ular dedi. Oldinga olib boraymi, uzr so'rashmoqchi dedi. Bo'ldi, yetadi dedim. Shuni o'zi yetadi, bunaqa boshqa qilishmasin dedi. Shu bilan shu mavzu bekilgan. Bunaqa narsalar juda ko'p. Va yana birinchi ligada o'ynayapti Andijon.
Ibrohim Otaxonovning o'yinni boshidan bitta shunaqangi tanish ovoz so'kyaptiki, men u bolani ovozlari qulog'imda hozirgacha milliontasini taniman. Meni ham juda so'kkan u bola. Haligida yonimdagi muxlislar 3 ta past o'tiribdi. Yonimdagi muxlislar bilan kulishib, mana shu ovoz meni ham so'kkansam, ular ham kulishdi. Hali bolani turtib qo'yishdi. Turtib shunda meni qaradi-da, rang o'zgarib ketdi. Lekin ikkinchi bo'limda boshqa joyga o'tib, yana ssenariysi bor deysizmi, o'sha ssenariy bo'yicha yana davom ettirdi o'sha so'kishlarni. Kimga kerak deysiz shunaqa narsalar, hayron qolamiz. Shunaqalar yo'qmi? Shunda hayron bo'lganimizda, shu Averyanov ham men Baxtiyor Hamidullayevni to'g'ri bergin, yig'inlarga jalb qilishimiz kerak deganda, keyin kimdir klubdan aytib, Baxtiyor Hamidullayevni hozir yig'inga jalb qilib bo'lmaydi, hokim xohlamay. Endi biz hayron qoladigan tomonimiz viloyat hokimi klubni Baxtiyor Hamidullayevni klubda o'ynamasligi bilan qanchalik ishi bo'lishi mumkin, boshqa ishlari bor-ku. Endi shunisidan ham. Endi mayli, bu mavzuni yopaylik. To'p urarlik qobiliyatingiz, endi gol urish hissi bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalar hech qachon o'zi amalga oshmaydi. Payt poylashni bilish, kalla bilan yaxshi urish, ikkala oyoq bilan to'g'ri to'pni tepa olish, busiz. Lekin yana bitta nimani esdan chiqarmasligimiz kerak. Yaxshi pas oshirib beradigan jamoadosh bo'lmasa ham gol urish mahoratini namoyish etish qiyin masala. Sizga bu tomondan ham shu Shevchenko davrida ancha omadingiz chopgan edi. Ancha. Shularni mana qarang, qanotlarni eslayman. Bir tomonda Abdurahmon, bir tomonda Sergey Dub. O'rtada Tohir Mo'minov, bir marta bu ular o'zini ishini Zayniddin, hattoki Akbarov ham, Murod aka Ismoilov, Abdiyev hatto zashitada o'ynagan, nihoyatda hatto sharq himoyada o'ynagan. Tarkib o'ta kuchli bo'lganda u paytda ham endi o'ylangki, chap qanotdan Shavkat Abdurahmonov shamol tezlikda, u borib turib ko'tarsaki, siz u to'piga yetib bormasangiz, u uyatdi-ku, siz ishingizni qilasiz. O'sha bilan parallel ravishda yugurish kerak, u bilan tema-teng ishlash kerak, uncha uni tezligi bilan tema-teng borish uchun. Shunaqa narsalar bo'lganda, Tohir Mo'minov bilan bo'lsa gap so'z bo'lmasdi. Ko'z bilan ko'z-ko'zga tushardi, qaysi zona ochiq, o'sha yerga to'p kutyapman, u sразу bilardi-da. O'sha yerga oshirardi. Shu darajada bo'lgan haligi inoqlik, bir-biridan tushunish futbolda. O'sha tomonlari ko'p yordam bergan. Ham bu to'p oshirganda Shavkat Abdurahmonov bugun 3 ta urasan, 3 ta derdi. Bir yo'q deganda bir 6 ta yo 7 ta ajoyib to'p oshirardi. O'tib, oyatda chiroyli qilib oshirardi. O'shanda bir 2 tasi yo 3 tasi kirib qolardi. To'p ham o'zini ishi bilib bajarardi. To'p bosiqlik bilan. Juda bosiq ham tez haligi ham uni ham oshirishi chap oyoqda kesardi. Mana shu boshingizni qo'yasiz yo oyoqda qo'yasiz, xolos unda u to'plarga. Keyin Baxtiyorjon, bu mavzuga agar javob berasizmi yo'q bilmadim. 2005-yili jamoa Oliy Ligadan tushib ketgan paytda juda ko'pchilik aytishganda, Andijon bir qator o'yinlarni sotganligini. Lekin shu o'yinlarda Baxtiyor Hamidullayev jamoadan tashqari mensiz kimdir tavsiya qilgan, endi baribir ochko kerak bo'lmay qolgan paytlari bo'lgan-ku. Kesin ham joningni koyitmay o'yna deganda, "Yo'q, men unaqaman, men o'zim chiqqandan keyin o'zim ishimni qilaman" deb javob berganingizni aytishgan. Men aka bunga yana javobingizni beraman. Bolalar pul bermagan 2004-yil umuman pul tomondan endi ular ham o'tirib, hamma kattalar u paytda kattalarning hammasi o'tiribdi-da. Bizga palonchi jamoani otini aytaymi yo aytmaymi? Aytaveraymi? Neftchi kelyapti, palonchi pul bilan kelyapti. Shuncha taklif qilishyapti. Bizning bola chaqamiz bor, bu yerga tirishlikka kelganmiz. Shu o'yinga chiqib turib berishimiz kerak degan narsa bo'lyapti. Men turdim, akalar dedim, bo'ldi. Men o'zim mensiz. Unaqaga chiqib maydonga chiqqandan keyin men jonim tushib ketmasa bo'lmasdi-da, o'ylardim. U turib berishni men eplamayman deb chiqib ketganman. O'sha yillar mana shu gapingizga yana men Andijon Bobur nomli davlat universitetini 2004-yili bitirdim. Mana shu kakras shu paytda davlat imtihoni bo'ladi oxirgi yili. Menga kirdimda diplom zashtaga hali ikkinchi davra oldida turibdi. Jamoa bu o'rtam yona turibdi holatda. Kirdimda domlalar kulishdi-da, bu boladan dedi. Dars so'rardik dedi. Nima bo'ladi endi bu yilkamanda dedi. Yo'qda akalar dedim domlalarga. Diplom zashtada. Hali sezon
ikkinchi davra turibdi. Biz o'zimizga kimdan nomlarini aytdim. Ligadan tushib ketgan Mol jamoadan o'yinchi oldik. Ligadan tushib ketgan Mol jamoadan o'yinchi oldik. Bu degani bu yil Andijon tushib ketadi degani desam, yo'q deb ajibda qolishdi, hayron qolishdi. Men o'sha aytganim to'g'ri chiqdimi oxir-oqibat? Mentovka inqaydarlar Habibulli. Ligadan tushib ketgan jamoadan bolalar olib kelgan xato bo'lgan. Shu bor narsada g'oliblik ruhi futbol keyin ular ham yomon o'yinchi emas, lekin ozgina muammo bo'lib qolganda e'tibor yo'q bo'lib ketganda deyarli. Pul olishda keyin boshqa yo'lga o'tib ketishi bor narsa ekanda. Endi futbolchilik tugatgandan keyin murabbiylikka o'tdingiz. Mana shu hatto Qirg'izistonda o'qib kelganingizni ham gaplashdik. litsenziyaga, B litsenziyaga o'qishdi. O'tgan yili o'rinbosarlar jamoasida, Andijonda o'rinbosarlar jamoasida ishlayotdingiz. Bu yil ko'rinmay qoldingiz. Bu borada ham ko'pchilik qiziqishyapti. Baxtiyor Hamidullayev qayerga ketdi? Bu ketib qolishini sababi nimada deyishyapti. Endi aka, sabablaridan men jamoa bilan qandaydir chiqish olmadim yo meni ishlagan ishim yoqmadi deya olmayman, chunki sezondan keyin yil boshida qo'ng'iroq qilishdi-da, yo'q joydan komanda qilganlar uchun rahmat deyishdi. Sal bo'lsa sovrinli o'ringa ilashib qolardinglar, ajoyib jamoa qildinglar, sizlardan katta rahmat dedi va biz endi rahbariyat shunga kelishdikki, faqat akademiyada bolalarni U18da ham, U21da ham shularda qildik, shunga qaror qildik deyishdi. Bo'pti dedik, biz 1 yillik shartnomamiz ham tugadi. Shu bilan biz chiroyli do'stona xayrlashdik. Va yana bir narsani aytish kerakki, shu qatorda qayerda qaramasangiz hokim qaramadi futbolga. Hokimiyat qaramayapti degan gaplarni eshitib qolasizda, men ularga aytaman, to'xtanglar. Qaysi viloyat rahbari birinchi liga to'purariga Cobalt mashina berdi, murabbiyga Cobalt mashina berdi birinchi liga. Qaysi futbolchiga shartnomadan tashqari yana Gentra berdi, uni uylab qo'ydi, unga yana zo'r o'ynasang uy beraman deb va'da qildi. Qaysi rahbar 16 yil futbol o'ynading deb 2 xonali yangi qurilgan uy berdi? Ibrohim Otaxon. Qaysi rahbar aytinglarchi dedim. Bu nadish, nolish bu juda noto'g'ri, chunki hozirgi viloyat rahbari mana o'sha o'tgan yil eshitganmiz. Mana shu Samarqandni yutish mana shuncha pul degan, yuta olmagan bo'lsa ham jamoa ol, tarqatib yubor deb. Yana qanaqa u tilatlagini deyapti-ku. Tilatlagini deyapti. Nima kerak deyapti? Yutmaydi. Endi 9 ta o'yin beri g'alaba qozonmasa u har qanaqa odamda ham sal, menimcha o'ylayman, ozgina hozir ishlari boshqa pandemiya boshqa bilan miyalari band bo'lsa kerak-ku, lekin baribir futbolga qarayapti bu odam. Bu odamni nolish noto'g'ri narsa deb o'ylayman. To'g'ri hamda shu bizni paytda masalan men Oliy ligada to'p urar bo'lsam 2 xonali uy bergan. Sergey Dub yilning yaxshi o'yinchisi bo'lsa Tiko bergan. Undan tashqari mana Oliy ligada, bu birinchi ligada to'p urar bo'lsa ham boshqa bersa, boshqa qilsa bu nolishda. Bu faqat bu noraqalik. To'g'ri. Bosh tomonlariga men muxlislarni ham oldin jamoa o'zini biz masalan yutib turib, qalashtirib qo'yib turib, yutuqlar endi pul beringlar degan biz emas. Anaqalar legionerlar aytishardi va uydagi o'yinga chiqmasak sharmanda bo'lishadi desa, yo'q, to'xtash. Uydagi o'yinda chiqib yutaylik, keyingi o'yingacha bir hafta vaqt, shu vaqt ichida fursat berish. Hozir bugunning o'zida to'p berdingizsa, noto'g'ri. Bu legionerlardan chiqadi. Shu narsalarni balki insoniylik tomonidan ham to'g'ri kelmaydi. Shu tilga olib o'tgan murabbiylar men qilgan deb turib gap ham tarqatishganda, shunaqa bir biz naborot tushuyapsizmi? Biz naborot o'sha bu narsa birinchi bo'lib legionerlardan chiqadi, kattalardan chiqadi. Yo'ldan urgan Baxtiyor o'zi deb deyishadi. Aslida bunaqa bo'lganda ular bugungi o'yinga chiqmaylik, sharmanda bo'ladi xalq ichida, keyin pul olib keladi degan paytda yo'q, to'xtash. Bir eslasam bir marta o'yinga chiqmagan payt bo'lganmi? Hammasini o'zimiz olib chiqqanmiz. Birinchi oldin chiqasa, yutasan, keyingi o'yinga bir hafta vaqt bor, o'shanda talab qil, keyin safarga bormasang bo'laveradi.
unda yosh bolalar bilan borib yutqizish kerak bo'lsa yutkizib kelaveradi, nima? O'sha narsani ko'zlab aytilardi, lekin bunaqa murabbiy hayron qolaman shunaqa murabbiylarga. O'zlari hali erta kunda bizni spiskdan chiqarib olib turib, yana jamoasiga gol ursangiz, icharganda boshqasi 10 ta ursin-edi, shu urmaslik kerak edi gol deb achchig'i ham kelib qo'yar ekan. 10 ta boshqasi uraversin ekan. Olmalardagi o'yinda endi. Hop, endi maza qildik, qiziqarli suhbat bo'ldi, eski davrlarda esladik. Endi ertaga ham qarash kerak, endi kamanda o'zimizni bolalarga qolish kerak. Boshqaruv yetar endi bu Rossiyadan, boshqa joydan kelib, vaqtincha ozgina ishlab turib, Andijon futboliga poydevor qo'ymasdan, Andijon futbolini ertasi uchun hech nima ish qilmasdan katta jara pulni olib ketib qolish. Qachon tayyor bo'ladi endi Baxtiyor Hamidullayev komandani boshqarishga? Qishda hali pandemiya balosi yo'q edi. Tohir Mo'minov aytdiki, yozda dedi, yoz oyida bo'lar ekan dedi. Qo'shib qo'yaymi dedi. Tojikiston yo Dushanbeda bo'ladi, yo Xo'jandda bo'lsa senga yaxshi dedi, Qo'qondan yaqin o'tib qo'ygan. Dedi, bo'ldi, qo'shib qo'ying dedim. Va Qirg'iziston bilan ham aloqada edik. Ular ham bu yil o'tkazish niyatida edi. Mana shu pandemiya sabab hozir noma'lum bo'lib turibdi. Shu ani olsam keyin Rastoda harakat qilsa bo'ladi, lekin hozircha hujjat ishlarini hal qilishtiring. Lekin Andijonga aytadigan hali gaplarimiz ko'p. Chunki 2 marta murabbiy bo'lgan bo'lsam, bittasi Shahraxonda murabbiy bo'lgan bo'lsam va Andijonda shu ozgina bir mas'ul ishlagan bo'lsam, o'rinbosar men o'zim xulosa chiqarib oldim. Men tajriba ham to'pladingiz endi. Har qanaqa tajriba u futbolchilik davridayoq kelgan har qaysi holatga o'sha paytda anonsi bo'ladi. Ash paytda bir voqeasi bo'ladi-da. O'shan bilan bunaqa bo'lganda nima bo'lganda natija, bunaqa bo'lganda natija har holatga bor tajriba. Shu vaqt kelib baribir Andijonda aytadigan gapimiz bor. Men shu Nodirlarga ham aytganman, Xudo xolasa Andijonda arab jamoalari kelib o'ynaydi, shu kunlar ham keladi. Chempion ligasida, O'FK kubogida bunga Xudo xolasa kelamiz. Endi maksimalist Hamidullayev bunga erishishini xohlaymiz va ishonamiz ham. Endi yakunda bir narsani iltimos qilgandingiz, gruppadagilarga, Futbol Time gruppadagilarga qandaydir bir murojaatingiz bor ekan, shuni aytib olsangiz. Bo'pti, endi mana aka shuni aytishga oldindan uzr so'rayman. Men o'sha muhokamaga qo'yish maqsadi bu yerda men to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi, shuni bilmoqchiman o'zim uchun. Mana menga qarang, o'tganlar Bekzodbek Karimov Futbol Federatsiyasi vitse-prezidenti keldida aka. Andijon viloyatini. Rahbar menga shunaqa topshiriq berdi. Dublni natijasidan qoniqish hosil qilyapti ekan. Jamoangizni kamchiliklarini ro'yxatini qilib bersangiz, qancha mablag', nima kerak, men xabar beraman, sizlarni hisob-kitob qilar ekan. Viloyat hokimining o'zi degan gapni aytdi. Men endi kontraktdan kelib chiqib shu qarorga keldimki, kontraktda ish beruvchi, ya'ni Ma'rifjon Absalomov ruxsatsiz bunaqangi ishlarda hal qilish, amalga oshirish qo'ygansiz, bularda tursin, bandlariga amal qilaman deb. Ularni maslahatisiz bironta ish qilishlarsiz, hatto ular to'g'risida boshqa bir kichik klublarda, davralarda e'tirozlar ham bildirishga haqqimiz yo'q u kontrakt bo'yicha. Men Ma'rifjonning oldiga kirdimda, shunaqa holat bo'ldi, shunaqa gap bo'ldi. Nima deysiz deganimda, bo'ldi, men o'zim qilib beraman, sizga menga qilib beravering spisigida dedi-da, undan keyin Ma'rifjon ham uzoqlashdi, munosabat sovuqlashdi men bilan. Bekzodbekni ham munosabati sovuqlashdi. Uni nimadan bilish mumkin? Ana biz futbol tanlaymiz degan tadbirda boshdan oxirigacha men qatnashganman. O'sha tadbirdagi hamma ko'ringan joylarimni montaj qilib, rolikga chiqqanda ko'rganda, keyin montaj qilishganda yana o'sha saytga qo'yilyapti. U yerda keyingisida men yo'qman, o'sha voqeadan keyin. Endi men ham sal bo'lsa ham achchiq qanaqa ham xafa bo'laman-da, men kecha qaysi tadbirga keling aka desa borib turib bersangiz, keyin qanaqa ozgina bunaqa tushunmovchilik bo'lgandan keyin sizni o'chirib tashlab, böyle kres qo'yib qo'yganmi bilmayman. Bizni ro'yxatimizda 12 ta yutuq duranglar va 6 ta 7 ta oyligimiz qarzi bor edi bizdan va
shu holatdan keyin yo'q bo'ldi hisobdan. Klub tomonidan bo'lmadi bu narsa, bu tomondan bo'lmadi. Shunga kim nima tushunmovchilik chuqurlashib ketdi-da endi. Chuqurlashib ketdi, shunaqa bo'ldi. Bu yoqdan bu Ma'rifjon klub tomonidan bunaqa qilib qo'yganidan keyin men ana shu sizni sahifangiz borki, Facebookdagi bu Futbol Time'da hamma futbolni tushunadigan ko'p insonlar bilaman, ko'rganman. O'shalarga muhokama qilib berishsa, faqat bu yoki bu taraf emas, men to'g'rimda. Hali chuqurlashib bu konfliktga olib kelishni xohlamayman-da, men to'g'ri qildimmi yoki noto'g'ri qildimmi? Shu to'g'risida ular nima qilgan bo'lardi? Shu fikrlarni aytsa, men oldindan uzr so'rab, men javob qilib yozmayman, lekin o'qib chuqurlashib ketmas uchun o'qib qo'yaman, lekin shartnoma bandlariga amal qilgani meni xatoyim bo'ldimi yoki viloyat futbol rahbarini oldida qandaydir bir xatoga yo'l qo'ydimmi degan ma'noda shunga javob berishsa, tushungan bo'lsa, rahmat. Lekin men aytmoqchiman shuni, Ma'rifjon bilan mana birga bir o'tirsangiz, gaplashib, u bolalarga tushunadigan odam yo'q. Nimaga siz bitta misol keltirib beray. Paxtakor bilan o'yinda eslasangiz, Farg'onada Istiqlol o'yingohida o'tkazdi. Jamoa o'tkazdi. Maydon tarafdan. Mana shunda aytdiki, aka dedi, mahalliy bolalardan e'tiroz qildi. Shular tartibsiz bunaqa shunga asosiy tarkibga kelib yordam berasizmi dedi. Bo'ldi dedim, yordam beraman dedim. Kelishdik, bo'ldi dedi. Hali kechqurun 6da mashg'ulot dedi. Mashg'ulotga o'tasiz. Xo'p. Bu oradan yarim soat o'tdi-da, SMS kelyapti, bizga dubl ham muhim. Ashit ishlab turar ekan, oshna shefashna deyapti deb yonidagi sovet haligi petsovet, hudsovetni bilmayman shu maslahatchilaridan maslahatlashib shu fikrdan o'zgarib qoldi. Ash tomonda keyin menga qo'ng'iroq qilsa bo'lardi, men nimaga degan savol berardim-da. Shuning uchun men ham SMS qilib yozgan uchun bo'pti, nima o'ylashgan bo'lsa bo'pti, o'zlari biladi dedim-da. Indamay qoldi. Demoqchiman, o'zi bilan ko'p gaplashgansiz. Men o'zi olib kelishdan oldin aytdi, sizni men dublda chiritish niyatim yo'q. Siz VIP lojada o'tirasiz, asosiy tarkibda o'yinlarni tahlil qiling, men bilan gaplashasiz degan maqsadlarini aytgan edi. Keyin o'zgarib ketdi, bilmadim nima bo'ldi. Shular menga qorong'i nimalik. Baxtiyorjon, ukangiz Doniyor haqida ham juda ko'pchilik so'rashadi. Haqiqatda juda iqtidorli bola edi. Agar eslasangiz, Ishtonsak Andijonda ishlagan paytda juda ko'p yoshlarga ishonch bildirganda, shunda Doniyorda o'yin rosa ochilgan. Hujumda rosa harakatlar qilib, endi hattoki milliy terma jamoaning yig'inlariga jalb qilgan, turnirga borib kelgan. Keyingi taqdiri kutilgandek ketmadi. Sababi nimada deb o'ylaysiz? Buni asosiy sabablardan biri buni mashg'ulotdan keyin dushga o'tib ketayotganda, keyin akim bilan biz kelishib qo'ydik deb yolg'on bilan kontraktga 5 yil qo'l qo'ydirib, necha pul yozib, necha pul olgan u qorong'i. Kim klub mutasaddilari? Klub mutasaddi. Holatsiz familiyalarini aytaman, yo'q holatsiz aytmay qo'yavering. Shunaqa qilib bolani kontraktda yozilgan narsani o'ynab to'p urar bo'lsa, hatto Rustam Qurbonboyev aytganda, yana uki aniq to'p bo'ladi. U kelajagi bor, buni 4 o'yinda 6 turda oxirgi turda degandan keyin ish haqiqatda men o'zim ham ishondim shu narsaga. U bola ruhiy sindi. Endi keyingi yilga o'ynab tursa, u menga kontraktligini berasizlarmi degan narsani qo'yishi aniq edi. Endi uni bermaslikni maqsad, bermaslik uchun nima qiladi? Futbolchini yo'qotib yuboradi u rahbar. Va u aynan Bondarenkoga qo'l kelardi bu. Shu paytdagi bosh murabbiy Vladimir Vladlenovich Bondarenko. Unga qo'l kelardi, sababi u Saturndan u teng qurbonlarni olib keldi. Uni bolalarining ichida bu bir kanla baland tursa, nimaga savol bo'ladi-da. Mana o'tirib, bularning bundan pastroq olgan shularga pul beramizmi senga degan gap bo'lishmaslik uchun ham buni u iloji boricha chekiga surib, mana ularni tortishga bular ketdi, xalqqa beradi. Endi mablag'ini kelishiga haqi berish kerak buniki. Keyin endi bu bolalarni ko'rsangiz, agar legionerlar to'g'risida ham bir qator aytib o'tay,
hech bir gruzinlardan boshqasidan bir Andijon futboli foyda ko'rmaganda. Ukrainadagi duplar ham, duplar ha, o'sha Ukraina va Gruzin qolgan Tojikistonlik. Qolganlarni aytyapman, mana Dragan, Xavarastyan, Qozog'iston haligi turkmanlar to'g'ri. O'ta ko'p icharada ular birinchidan. Ha, nimachi Arturas Fomenkani aytsak, gapirmang. Ular ertamangacha zapoy deyishar ekan, keyin bilganmiz o'sha narsani biz tushunganmiz. Zapoy bilan yurishgan. Keyin bu ular mayli katta, mana olib kelgan 3 ta yigiti banga sigaret chekib o'tirsa, biz kattamiz ko'zimiz oldida chekib o'tirsa, kattalarga hurmat yo'q, futbolda bo'lish kerak. Dadalarim murabbiyda, nima qiladi? Dadalari murabbiy, bizni bir tinga olmaydi. İchishadi. Eng yomon Turkiyada o'g'irlik bilan kamerasi bor, anaqada magazinda o'g'irlik qilib ish olib qo'ygan. Rosa mojaro to'plangan politsiya bo'lgan Turkiyalarda. Shu qo'l kelganda ukamni yo'q qilib yuborishga ikki tomonlama, bu tomonda kontrakt rahbariyat eplagan, bu tomondan murabbiy eplab shu bilan yo'q qilib yuborishgan. Keyin unga Qo'qonga olib bordik. O'zi aytdiki, men bo'ldi o'ynadimman dedi. Qo'qonda Tohir Vasilovich Kapadze bilan gaplashib, dadam rahmatli olib bordi. Keyin Olmaliqqa gaplashdik. Olmaliqqa ham bordi, yugurmadi. Men o'ynamayman deb turib oldi. Ruhan sinib qoldi. Ruhan juda qattiq sindi. U asha o'yladiki, bugun mashina orsalarda olsam ham boyib ketaman. Xato qildi o'zi ham. Necha ozgina vaqt sabr bilan yana erishib ketsa bo'lardi ko'p narsaga. Endi bu yerda kontrakt 5 yil degan narsa ham bor edi-da. Siz yo'l olmadingizmi o'zingiz? Dadam rahmatli. Juda ko'p gapirdi aka. Sen dedi, shuncha yil yurding. Kirib ayt mana seni 10 mingga 5 minutga qo'yishmas, ha? Qo'ysa ikkovini birga qo'ysin, har qanaqa himoyani yorib tashlashadi. Navbahorda mana Shuhrat Mirxoldishev, Ulug'bek Mirxoldishev o'ynashardi. O'sha 6 ta turdi, 6 ta o'ynagan, 4 ta turdi ham eslaydi. Faqat Zaila Panimani yarim gapdan tushunish hamma narsa bo'lgan. Shuni aytganda dada meni tegmayapti-ku. Shunga shukr qilib turaveraylik. Bo'lmasa meni ham ertaga haydashaveradi bular degan narsalarni aytganman-da. Futbol Time'ning mana birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Davomida o'zingiz kutayotgan mana xorij futbolidagi doimgidek yangiliklar, transferlar borasidagi hamda Rossiya futbolidagi yangiliklar bilan tanishasiz. Endi e'tiboringizni Rossiya Premyer Ligasining 1-avgust kuni ishsiz bo'lib uyg'ongan 10 nafar yulduz o'yinchilari. Bundan bir necha kun oldin, aniqroq aytadigan bo'lsak, 31-iyul kuni Rossiya Premyer Ligasidagi ko'plab o'yinchilarning amaldagi shartnomalari nihoyasiga yetdi. Endi ular rasman erkin agentlar sanalishadi. Quyida mana shunday maqomga ega bo'lgan ijrochilarning eng yorqin 10 nafari xususida so'z yuritiladi. Branislav Ivanovich, 36 yosh, Zenit. Sankt-Peterburgdagi ajoyib 3,5 yildan so'ng Ivanovich Zenitni tark etishga qaror qildi. Peter klubida u darhol himoya chizig'i yetakchisiga aylandi. Oradan 1,5 yil o'tganidan keyin esa sardorlik bog'ichini ham qo'lga kiritdi. Qisqa qilib aytganda, Branislav Zenitga 2 karra Rossiya chempioni bo'lishga va 1 marta mamlakat kubini qo'lga kiritishga yordam berdi. Shu 3,5 yil davomida u bor kuchini sarflashi va ishga professional darajada yondoshishi bilan yodda qoldi. Shu sabab himoyachining yoshi o'tib borayotganiga qaramasdan, unga APLdan talab borligiga hayron qolish yaramaydi. Serbiyaning Novosti portali bergan ma'lumotlarda aytilishicha, Ivanovich tez orada Everton safiga qo'shilishi mumkin. Manuel Fernandes, 34 yosh, Krasnodar. Krasnodar safida o'tkazilgan 1 yil davomida Manu hech qanday e'tiborli natijalarni qayd eta olmadi. RPL doirasida u Orenburg bilan Ural darvozasiga gol urdi. Yevropa Ligasida esa Trabzonsporga qarshi bellashuvda o'zini ko'rsatdi xolos. Yakuniy natija 19 o'yinda 3 ta gol. Hujumkor yarim himoyachi uchun bu anchayin kamtarona ko'rsatkich. Bundan tashqari Fernandes 34 yoshni urib qo'ydi. Shu sabab buqalarning portugaliyalik ijrochini tinchgina qo'yib yuborganliklari ajablanarli emas. Boz ustiga mamlakatda legionerlar limiti qisqarish arafasida. Denis Glushakov, 34 yosh, Ahmad klubida Glushakov darhol moslashib keta olmadi, ammo jamoaga moslashib olganidan so'ng uning yetakchilaridan biriga aylandi. RPL doirasidagi 24 uchrashuvda Denis hisobiga bitta assistentlik bilan 4 ta gol yozib qo'ydi va klubga ligadagi o'rnini saqlab qolishiga yordam berdi. Shuningdek, u Rossiya Kubogida ham 2 ta gol urishga erishdi. Ayni paytda yarim himoyachi faoliyatini davom ettirish uchun variantlar qidirmoqda.
va kelajagi haqidagi savollarga javob qaytarishdan qochmoqda. Bu haqda chempionat yakuniga yetgandan so'ng o'ylab ko'rmoqchi edim. Shunday ekan, hozir ayni payti. Bir klub bilan muayyan kelishuvimiz bor. Shuningdek, boshqa jamoalardan ham takliflar yo'q emas. Tez orada hammasiga oydinlik kiritiladi, degandi Glushakov iyul oyi oxirida. Jefferson Farfan, 35 yosh, Lokomotiv. Farfan deyarli butun mavsumni tizzasidan olgan jarohatni tiklash bilan o'tkazdi va nihoyat safga qaytganidan keyin faqat 3 ta o'yin o'tkazishga va bitta gol urishga ulgurdi xolos. Yoshi va yakuniga yetib borayotgan shartnomasiga qaramasdan Jefferson yaqin orada faoliyatini yakunlamoqchi emasligini ishonch bilan ta'kidlab o'tdi. Iyul oyi o'rtalarida Peru ommaviy axborot vositalari yarim himoyachi bilan shartnoma uzaytirilishi haqidagi xabarlarni tarqatgandi. Shuningdek, Marko Nikolich ham Farfanning jamoa safida qolishidan xursand bo'lishini aytgandi. Shunga qaramay, futbolchining agenti Lokomotiv va Jefferson o'rtasida yangi shartnoma imzolangani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Kirill Nababkin, 33 yosh, CSKA. Jarohatida safga qaytganidan keyin ham jimlikni saqlab qolmoqda. Ko'rinishidan Kirill CSKAda o'tkazilgan 10,5 yildan so'ng jamoasini o'zgartiradi. Joazinho, 31 yosh, Dinamo. Yakuniga yetgan mavsumda Joazinho yoshli yarim himoyachi bilan hamkorlikni uzaytirmaslikka qaror qildilar. Joazinho endi faoliyatini qayerda davom albatta Rossiyada qolishni istagan bo'lardim. Boz ustiga oilam ham shu yerda. Rossiya fuqarolik pasportini oldim va rus tilini o'rgandim, degandi Daler Kuziyayev, 27 yosh, Zenit. Daler asosiy tarkibdagi joyini tez-tez olingan jarohatlar va O'zdoyev hamda Barrios bilan kechgan raqobatdagi mag'lubiyat tufayli yo'qotib qo'ydi. Natijada yakuniga yetgan mavsumda u uchrashuvlarning so'nggi daqiqalarida zaxiradan maydonga tushish bilan cheklandi. Hammasi bo'lib maydonda 753 daqiqa harakat qildi xolos. Rossiya terma jamoasiga nomzod uchun bu albatta kamlik qiladi. Shu sabab Daler ketish harakatiga tushib qoldi. Yana qandaydir mahalliy jamoaga emas, balki xorijiy klubga. Ilgari Kuziyevga Bordo, Marsel va Hoffenheim klublari qiziqish bildirgan bo'lsa, endilikda Dalerda Ispan La Ligasiga yo'l olish varianti paydo bo'ldi. Chempionat.ru sayti ma'lumotlariga qaraganda, Dalerning agenti ayni paytda Valensiya vakillari bilan muzokaralar olib bormoqda. Sergey Rijikov, 39 yosh, Krila Sovetov. Ajablanarlisi shundaki, Rijikov 39 yoshda bo'lishiga qaramasdan hali beri katta futboldan ketmoqchi emas. Qishki tanaffusga qadar Sergey Krila safida o'yinlarni almashtirishlarsiz o'tkazdi. Keyin esa darvozadagi o'rnini Yevgeniy Frolovga bo'shatib berishga majbur bo'ldi. Aftidan faxriy posbon mavsumning ikkinchi qismida zaxirada o'tirishdan shu qadar zerikkan shekilli, yana maydonda javlon urish maqsadida amaldagi shartnomasi yakuniga yetgandan keyin o'ziga yangi jamoa qidirish ishtiyoqiga tushib qoldi va qisqa muddat ichida maqsadiga erishdi. 31-iyul kuni erkin agent maqomiga erishgan Sergey oradan 2 kun o'tib Tambov safiga qo'shildi. Hozircha tomonlar o'rtasida qancha muddatga shartnoma imzolangani xabar qilinmayapti. Roman Neustedter, 32 yosh, Dinamo. Neustedter yakuniga yetgan mavsumni yomon o'tkazmadi. Biroq baribir Dinamo rahbariyati u bilan hamkorlikni uzaytirmaslikka qaror qildi. O'z-o'zidan nega degan savol tug'iladi. Ehtimol jamoa safida bir qator malakali yarim himoyachilar borligi sabab bo'lsa kerak. Turkiyalik jurnalist Safak Malatya bergan ma'lumotlarga qaraganda, Neustedter tez orada Turkiya Super Ligasiga qaytadi. Stanislav Kirtsyuk, 29 yosh, Krasnodar. Stanislav 2019-20 mavsumda atigi bir o'yinda, ya'ni Tambovga qarshi bellashuvda ishtirok etdi va darvozasi daxlsizlikni saqlab qolishga erishdi. Iyun oyi oxirlarida Turkiya ommaviy axborot vositalari Kirtsyukning Beshiktosh klubiga ko'chib o'tishga yaqin turganini xabar qilishgandi. Biroq oradan hech qancha vaqt o'tmay darvozabon jiddiy jarohat olib uzoq muddatga safdan chiqdi va shu sabab muzokaralar to'xtatib qo'yilgan. Ko'rsatuvimizni joriy mavsum Rossiya Premyer Ligasida kiritilgan eng chiroyli 10 ta gol bilan yakunlaymiz.
хозяев. Бухарчик разбегается по правому флангу, мяч в штрафной площади. Пас под подачу, еще один момент.